Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan 5-juft bosh miya nervi, ya'ni nervus trigeminusning anatomiyasini birgalikda o'rganamiz. Nervus trigeminus bu aralash nervlarga kirar edi, ya'ni unda ham sezuvchi va ham harakatlantiruvchi tarmoqlari mavjud. Demak, o'zi uning yadrolari qayerda joylashgan? Unda sezuvchi va harakatlantiruvchi yadrolar bor. Dastlab miya ustunini chizib olamiz. Bu o'rta miya, oyoqchalari va orqasidagi tepaliklari, ko'prik, uzunchoq miya, oldingi yuzasi va ularning orqasida miyacha bor, uzunchoq miyani orqa yuzasi. Xo'p, silviy suv yo'li hamda 4-qorincha. Demak, bu bizda miya ustunining sagital kesmasi edi. 5-nervning ikki xil yadrosi mavjud, sezuvchi hamda harakatlantiruvchi yadrolar. Uning sezuvchi yadrolaridan birinchisi bu nucleus mesencephalicus yadrosi hisoblanadi. U o'rta miyada joylashgan. Ya'ni nucleus mesencephalicus nervus trigeminus, ya'ni 5-nervning o'rta miya yadrosi. Nucleus mesencephalicus. Yana bir sezuvchi yadrosi, demak, uzunchoq miya hamda orqa miyada joylashgan nucleus spinalis, ya'ni orqa miya yadrosi hisoblanadi. Yana bir sezuvchisi bu uning ko'prikda joylashgan nucleus principalis nervus trigeminus, ya'ni o'sha asosiy sezuvchi yadrosi hisoblanadi. Va uning bitta harakatlantiruvchi yadrosi mavjud, u ko'prikda joylashgan nucleus motorius nervus trigeminus, ya'ni nervus trigeminusning harakatlantiruvchi yadrosi hisoblanadi. Bu yadrodan chiqqan nervlar, ya'ni sezuvchi tarmoqlar birlashib va harakatlantiruvchi tarmog'i chiqar edi. Bu yadrolardan chiqqan nervlar miyadan chiqib ketishida, demak, ko'prikning lateral chekkasidan chiqib ketadi. Biz ko'prikni ko'ndalang kesmasida o'tganimizda aynan shu joydan chiqar edi. Ko'prikning lateral chegarasidan chiqar edi va undan keyin miyachaning o'rta oyoqchasiga ko'prik tutashib ketar edi. Demak, ko'prikning lateral chekkasidan chiqadi. Bu nervlar sezuvchi va harakatlantiruvchi tarmoqlar bo'lib va chakka suyagining, demak, kalla suyagidagi chakka suyagi piramidasining ustida joylashgan fossaga boradi, ya'ni o'zining nervus trigeminusning chuqurchasiga boradi va u yerda ganglion hosil qiladi. Ganglion nervus trigeminali, ganglion trigeminalini hosil qiladi, ya'ni uch shoxli nervning tuguni. Demak, uning nomlarini yozamiz: ganglion trigeminali yoki bo'lmasa u yarim oysimon shaklda bo'lganligi uchun ganglion semilunare, yarim oysimon, yoki bo'lmasa avtor nomi bilan Gasser tuguni deb nomlanadi bu ganglion. Gasser tuguni. Va bu ganglionda sezuvchi hujayralarning, neyronlarning tanalari joylashadi. Sezuvchi neyronlarning tanalari shu ganglionda joylashadi. Harakatlantiruvchi neyron esa ganglionga kirmaydi, uning pastidan aylanib o'tadi. Xo'p, endi kalla suyagidan chiqish joyiga keldik. Esingizda bo'lsa, nervus trigeminusning kalla suyagidan chiqishi 3 ta teshikdan chiqardi. Uning 3 ta shoxi. Gangliondan chiqqan nerv 3 ta tarmoq beradi. Demak, uning birinchi tarmog'i, sezuvchi tarmog'i bu nervus oftalmicus hisoblanadi. Ikkinchi sezuvchi tarmog'i bu nervus maxillaris. Uchinchisi esa nervus mandibularis hisoblanadi, ya'ni pastki jag' tarmog'i. Demak, ko'zga boradigan yuqorgi jag' hamda pastki jag' tarmoqlarini chiqaradi. Harakatlantiruvchi tarmoq esa pastki jag' tarmog'i bilan birga yo'naladi. Xo'p, va bu nervlarning kalla suyagidan chiqishi. Nervus oftalmicus bizda, demak, fissura orbitalis superiordan chiqadi. Maxillaris esa foramen rotundumdan chiqadi, yumaloq teshikdan. Kalla suyagidagi mandibularis esa foramen ovali, ya'ni ovalsimon teshikdan, kalla suyagidan chiqib ketadi. Va bu nervlar, shu 3 ta nerv kalla suyagidan chiqishdan oldin o'zining dastlabki sezuvchi tarmoqlarini bosh miya pardalariga beradi. Ya'ni nervus meningius tarmoqlarini har biri chiqib
ketishdan oldin. Demak, nervus meningeus oftalmikusdan miyacha chodiriga boradi, maksillarisdan bosh miya qattiq pardasiga boradi, mandibularisdan ham o'rta kalla chuqurchasidagi bosh miya qattiq pardasiga nervus meningeus, ya'ni miya pardasi tarmoqlarini beradi. Xo'p, endi nervlarni har birini o'rganib chiqamiz. Demak, birinchi nervimiz nervus oftalmicus. Fissura orbitalis superiordan ko'z kosasiga kirib olgandan so'ng nervus oftalmicus ham o'zidan 3 ta tarmoq beradi. Demak, 3 ga bo'linar ekan. Xo'p, uning birinchi tarmog'i nervus frontalis tarmog'i hisoblanadi, ya'ni peshona shoxi tarmog'i. Ikkinchisi nervus lacrimalis va uchinchisi nervus nasociliaris tarmog'i hisoblanadi. Burun kiprikli tarmog'i. Demak, nervus frontalisning o'zi ko'z kosasining yuqorgi tomonidan yo'naladi va 2 ta tarmoq beradi. Ulardan birinchisi demak nervus supraorbitalis, ikkinchisi nervus supratraxearis tarmog'i. Nervus supraorbitalis o'zini nomidagi insizuradan yuqorgi tomonga yo'nalib medialis hamda lateralislarni beradi. Uning medialisi demak medial tomondagi peshona terisini, lateralisi esa lateral tomondagi peshona terisini innervatsiya qiladi. Nervus supratraxearis tarmog'i esa supratraxearis deyapti. Demak, yuqorgi qiyshiq, ko'zning yuqorgi qiyshiq mushagining ustidan yo'naladi va medial tomonga kelib peshonaning ildizini, burunning ildizini, peshonaning pastki shoxini, xo'p, ko'zning medial burchagini, yuqorgi qovoqni hamda konyuktivani innervatsiya qiladi. Demak, bu nervus supratraxearis edi. Xo'p, endi keyingi nervi oftalmikusda nervus lacrimalis, ya'ni ko'z yosh beziga boruvchi nerv tarmoq hisoblanadi. Va bu nervus lacrimalis ko'z kosasida lateral tomonga qarab yo'naladi va lateral yuqorgi qismda joylashgan ko'z yosh beziga boradi va uni glandula lacrimalisga boradi va uni innervatsiya qiladi. Xo'p, glandula lacrimalisga borishdan oldin o'zining bitta parasimpatik tarmog'ini nervus communicans cum nervus zygomaticus, ya'ni uning zygomaticus bilan bog'lovchi tarmog'i mavjud ganglionga borishdan oldin. Aynan shu tarmoq yordamida nervus zygomaticus unga parasimpatik innervatsiya beradi va ganglion demak ko'z yosh bezidan ko'z yosh ajralishini boshqarib turadi bu innervatsiya orqali. Xo'p, bundan tashqari lateral tomonga yo'nalib nervus lacrimalis ko'zning lateral burchagini, yuqorgi qovoqni hamda konyuktivani innervatsiya qiladi. Keyingi tarmog'imiz esa bu nervus nasociliaris tarmog'i. Nervus nasociliaris tarmog'ini o'zini bir qancha tarmoqlari mavjud. Ulardan birinchisi nervus etmoidalis anterior. Nervus etmoidalis anterior demak burun shilliq qavati hamda peshona suyagi ichida joylashgan sinusni shilliq qavatini innervatsiya qiladi. Keyingisi nervus nasalis hisoblanadi. Nervus nasalis bu burunning oldingi qismi shilliq qavatini innervatsiya qiladi. Keyingisi nervus ciliaris longi hisoblanadi. Bu demak uzun kiprikli nerv, 2 ta 4 ta bo'lib, bu demak ko'zning oqlik hamda tomirli pardasini innervatsiya qiladi. Keyingi nervimiz bu demak nervus etmoidalis posterior hisoblanadi va bu ponasimon hamda g'alvirsimon suyaklar bo'shlig'idagi shilliq qavatni innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi tarmog'i esa bu nervus infratraxearis tarmog'i hisoblanadi. Bu nervus infratraxearis bu yuqorgi qiyshiq mushakni ostidan o'tib medial tomonga yo'naladi va ko'zning medial burchagini, pastki qovoqni, burun ildizini va konyuktivani innervatsiya qiladi. Va uning yana bitta tarmog'i demak nervus oftalmicusni ostida, shundoq chiqqandan so'ng ostida ganglion ciliari joylashgan, ya'ni kiprikli tugun joylashgan. Nervus nasociliarisning bitta tarmog'i ganglion ciliariga boradi va ganglion ciliari esa bu ko'zdagi parasimpatik innervatsiyani ta'minlab beradi. Xo'p, endi biz
Demak, nervus oftalmicusning tarmoqlari bilan tanishib chiqdik. Endi sizlar bilan nervus maxillaris, ya'ni yuqorigi jag' nervining tarmoqlari bilan tanishamiz. Demak, nervus maxillaris foramen rotundumdan, kalla suyagidan tashqariga chiqadi va fossa pterygopalatinaga boradi, qanot tangday chuqurchasiga, va unda o'zining yana tarmoqlarini berishni boshlaydi. Fossa pterygopalatinadan o'zining eng yirik, xuddi davomi hisoblangan tarmog'i chiqadi, nervus infraorbitalis tarmog'i chiqadi. Nervus infraorbitalis, ya'ni ko'z osti tarmog'i chiqadi. Nervus zygomaticus tarmog'i chiqadi va yana bitta uchinchi tarmog'i bu demak, maxillarisning ostida ganglion pterygopalatina mavjud, o'sha fossa pterygopalatinning ichida. Xo'p, va ganglion pterygopalatina bilan bog'lanadigan tarmog'i chiqadi. Demak, bundan ham 3 ta tarmoq chiqar ekan. Ularni birin-ketin birgalikda o'rganamiz. Nervus infraorbitalis tarmog'i dastlab nervdan ajralib chiqqandan so'ng, demak, fissura infraorbitalis yordamida, demak, ko'zning ichiga kiradi. Kalla suyagidan ko'rsataman. Demak, nervus infraorbitalis ajralib chiqqandan so'ng fissura infraorbitalis vositasida, mana pastki, ko'zning pastki yorig'i vositasida ko'zning ko'z kosasining ichiga kiradi va aynan mana shu yerda joylashgan sulcus infraorbitalisdan yo'naladi. Sulcus infraorbitalisdan oldingi tomonga kelib, mana bu yerdan kanalning ichiga kirib ketadi. Canalis infraorbitalisning ichiga kiradi. Demak, sulcusdan yo'nalib kanalning ichiga kiradi va kanaldan foramen infraorbitalis vositasida yuzning tashqi tomoniga chiqib keladi. Demak, takrorlaymiz. Fissura infraorbitalisdan ko'z kosasining ichiga kirdi. Ko'z kosasining ichiga kirib, demak, sulcus infraorbitalisdan yo'naldi va kanalning ichiga kirib oladi. Canalis infraorbitalis va canalis infraorbitalisdan foramen infraorbitalis vositasida yuzning tashqi tomoniga chiqadi va o'zining 3 ta tarmog'ini beradi. Bular nervus infrapalpebralis, demak, pastki qovoqqa o'zining tarmog'ini beradi. Nervus nasalis eksterna tarmog'ini beradi burunning tashqarisiga va nervus labialis superior tarmog'ini beradi. Superior. Xo'p, bu palpebralis inferior edi. Palpebralis inferior. Demak, shu teshikdan chiqqandan so'ng pastki qovoqqa o'zining palpebralis inferiorini beradi, burunning tashqi yuzasiga nasalis eksternani beradi va yuqoriga labga labialis superiorni beradi. Xuddi shunaqa joylashib 3 ta tarmoq beradi va buni bizda kichik g'oz panja deb nomlanadi. Xo'p, endi nervus infraorbitalis nervi kanalning ichida sulcusda yotgan payti va fissura orbitalis inferiordan chiqmasdan oldin yana o'zining bittadan tarmoqlarini beradi. Demak, kanalning ichida joylashgan tarmog'i nervus alveolaris superior anterior tarmog'i, ya'ni yuqorigi oldingi alveolar tarmog'ini, nervus alveolaris superior media tarmog'ini, nervus alveolaris superior posterior tarmoqlarini beradi va alveolaris anterior bilan media pastki o'sha mana shu kanaldan va sulcusdan yuqorigi jag' suyagini teshib, yuqorigi jag' sinusiga tushadi. Nervus alveolaris superior posterior esa yuqorigi jag'ning orqa tomonida joylashgan foramen alveolarilar yordamida yuqorigi jag' sinusiga kiradi va uchalasi plexus alveolaris superiorni hosil qiladi, ya'ni yuqorigi alveolar chigalni hosil qiladi va bu chigaldan bizda yuqorigi tishlarga va milklarga boruvchi nervus dentalis superior va nervus alveolaris superiorlar boradi har bitta tishga.
yuqoriga tish hamda yuqoriga milk tarmoqlari boradi. Bu bizda nervus infraorbitalis edi. Endi nervus maxillarisning ikkinchi tarmog'i bu nervus zygomaticus hisoblanadi. Nervus zygomaticus demak bu ham buni endi qayerga chizsam? Nervus zygomaticus bu ham fissura orbitalis inferior vositasida yordamida ko'z kosasining ichiga kiradi va ko'z kosasining ichiga kirgandan so'ng bilamizki, ko'z kosasini ichki yuzasini hosil qilishda yanoq suyagi ham ishtirok etadi. Ko'z kosasining yanoq suyagida joylashgan teshigidan zygomaticusning o'zini teshigidan yanoq suyagining ichiga kiradi. Yanoq suyagining ichiga kirgandan so'ng o'zining ikkita tarmog'ini beradi. Bular nervus zygomaticus facialis va nervus zygomaticus temporalis tarmoqlarini beradi. Nervus zygomaticus facialis tarmog'i o'zini nomidagi teshikdan yuzga chiqadi va o'sha soha terisini innervatsiya qiladi. Nervus zygomaticus temporalis ham xuddi o'zini nomidagi teshikdan yanoqning chakka sohasiga chiqadi va o'sha soha terisini innervatsiya qiladi. Bu bizda nervus maxillarisning ikkinchi nervi edi. Va ko'z kosasiga kirgandan so'ng fissura orbitalis inferior orqali yana bitta narsani aytishim kerak. Fissura orbitalis inferior orqali ko'z kosasiga kirgandan so'ng esingizda bo'lsa, nervus lacrimalis bilan bog'lanuvchi tarmog'ini nervus lacrimalisga berib yuboradi. Xo'p, nervus communicans cum nervus zygomaticus tarmog'ini. Xo'p, endi nervus maxillarisning 3-tarmog'i bu uning ganglion pterygopalatina bilan bog'lanib hosil qilgan tarmoqlari edi. Xo'p, endi ganglion pterygopalatina bilan bog'lanib nervus ganglion maxillarisdan 3ta tarmoq chiqadi. Ganglion pterygopalatina bilan bog'langandan so'ng ulardan demak birinchisi nervus nasalis posterior superior medialis et lateralis tarmog'i chiqadi. Nervus palatinus major et minor tarmog'i chiqadi va nervus nasalis posterior inferior tarmog'i chiqadi. Xuddi shu 3ta tarmoq chiqadi ganglion pterygopalatina bilan bog'langandan so'ng. Bu tarmoqlar nimani innervatsiya qiladi? Nervus nasalis posterior superior, ya'ni burunning yuqorigi orqa sohasini medial hamda lateral nervlari. Bu burun bo'shlig'ini yuqorigi orqa sohasi medial va lateral qismi shilliq qavatini innervatsiya qiladi. Ya'ni ganglion pterygopalatina bilan bog'langandan keyin unda shilliq ajralib chiqishini innervatsiya qiladi aynan shu sohada. Va ulardan chiqqan bitta tarmoq nervus demak superiorni medialisi oxirgi tarmog'i bu nervus nasopalatina bo'lib ketadi va foramen insizivadan chiqadi-da, bu nasopalatina foramen insizivadan chiqib, demak qattiq tanglayni oldingi qismini innervatsiya qiladi, shilliq qavatini. Xo'p, keyingi nervimiz ganglion pterygopalatinadan chiqqan bu palatina major et minor nervi. Bu katta va kichkina tanglaylarni innervatsiya qiladi. Keyingisi nervus nasalis posterior inferior esa burunning orqa pastki sohasi shilliq qavatini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Demak, bu nerv bizda nervus maxillaris edi, ya'ni yuqoriga jag' nervi. Endi sizlar bilan pastki jag' nervi bilan tanishamiz, ya'ni nervus mandibularis. Nervus mandibularis, xo'p, demak, pastki jag' nervi nervus mandibularis tarkibida bu aralash nerv. Uning tarkibida harakatlantiruvchi hamda sezuvchi tarmoqlar mavjud dedik. Uning tarkibidagi harakatlantiruvchi tarmoqlar, demak, o'zini mushaklarga boruvchi tarmoqlar hisoblanadi. Ya'ni undan mushaklarga boruvchi tarmoqlar chiqadi. Ulardan birinchisi nervus massetericus, ya'ni chaynov mushagiga boradi. Nervus temporalis profunda, bu demak chakkaning mushagiga boradi. Nervus pterygoidea lateralis et medialis, medial va lateral qanotsimon mushaklarga boradi. Nervus tensor veli palatini va nervus
nervus tensor venli palatini bu tanglayni ko'taruvchi mushakni innervatsiya qiladi. Nervus tensor timpani bu demak nog'ora pardani taranglovchi mushakni innervatsiya qiladi. Nervus mylohyoideus bu pastki jag tilosti mushagini innervatsiya qiladi va nervus digastricus tarmoqlari ikki boshli mushakka borib, uning oldingi ikki qorinchali mushakka borib, uning oldingi qorinchasini innervatsiya qiladi. Bu demak mandibularisning harakatlantiruvchi tarmoqlari edi. Endi esa sezuvchi tarmoqlarni ko'rib chiqamiz. Nervus mandibularisning sezuvchi tarmoqlaridan birinchisi bu nervus buccalis hisoblanadi. Bu buccalis bu demak lunj shilliq qavatini innervatsiya qiladi sezgisini. Ikkinchi tarmog'i nervus auriculotemporalis hisoblanadi, ya'ni quloq chakka nervi. Bu nervning o'zining tarmoqlari mavjud. U nervning birinchi tarmog'i demak ramus articularis tarmog'i. Bu demak chp bo'g'imiga, ya'ni chakka pastki jag bo'g'imini innervatsiya qiladi. Ikkinchi tarmog'i bu nervus meatus acousticus externus tarmog'i. Bu tashqi eshituv yo'lining terisini innervatsiya qiladi. Uchinchi tarmog'i nervus auricularis anterior tarmog'i. Bu quloqning oldingi yuzasi terisini innervatsiya qiladi. To'rtinchi tarmog'i demak nervus temporalis superficialis shu sohadan kelib, demak chakka sohasi terisini innervatsiya qiladi. Beshinchi tarmog'i nervus ganglionaris et ganglion oticum tarmog'i. Ganglion oticumning o'zi bu men bu yerda yozdim. Ganglion oticum bu mandibularisni fissura foramen avvalidan chiqqandan keyin shundoqqina ostida joylashgan tugun hisoblanadi. Ganglion oticum tuguni, quloq tuguni. Demak, nervus auriculotemporalisdan ganglion oticumga boruvchi tarmoq mavjud. E'tibor qilgan bo'lsangiz, nervus ophthalmicusning ostida demak ganglion ciliari, maxillarisning ostida ganglion pterygopalatini va mandibularisning ostida ganglion oticum quloq tuguni joylashgan. Xo'p, davom ettiramiz. Ganglion oticumga boruvchi tarmoq va nervus paratezia tarmog'i mavjud. Bu quloq oldi tuguniga borib innervatsiya qiluvchi tarmoq hisoblanadi. Va keyingi mandibularisdan chiqqan sezuvchi tarmoq bu yoqqa yozaman. Bu nervus demak alveolaris inferior tarmog'i hisoblanadi. Nervus alveolaris inferior demak foramen avvalidan chiqqandan so'ng pastki jag tomon yo'naladi va pastki jagning foramen mandibula teshigi ichki tomonda joylashgan. Foramen mandibula teshigidan pastki jagning ichiga kirib oladi va pastki jagning ichida biz bilamizki canalis mandibula joylashgan va canalis mandibuladan yo'nalib pastki jagning oldingi yuzasida joylashgan foramen mentale teshigidan, demak bu canalis mandibula. Foramen mentale teshigidan tashqariga chiqadi va nervus mentalini hosil qiladi. Nervus mentale esa pastki labni va pastki iyak sohasi terisini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Nervus mentale shu joydan chiqib, demak pastki labni va shu soha iyak sohasi terisini innervatsiya qiladi. Endi nervus alveolaris inferior kanalning ichida chigal hosil qiladi, plexus alveolaris inferiorni, va bu plexus alveolaris inferiordan har bitta tishlarga boruvchi nervus dentalis inferior va nervus lingualis inferiorlar chiqadi. Har bitta tishni milkini va tishni o'zini innervatsiya qilish uchun. Demak, keyingi sezuvchi tarmog'i bu nervus lingualis hisoblanadi. Nervus lingualis tarmog'i tilga boradi va tilni oldingi uchdan ikki qismini, og'rig'ini va haroratini innervatsiya qiladi. Sezgisini, demak, tan bilishini emas. Bu og'riq va haroratni innervatsiya qiladigan tarmoq hisoblanadi. Demak, bizda 5-nerv, nervus trigeminusning tuzilishi shulardan iborat edi. Endi esa rasmdan ko'rsatib o'taman. Xo'p.
Xuddi shu rasm, hozirgi chizgan rasmimiz, uning 3 ta tarmog'i, chiqadigan teshiklari va innervatsiya qiladigan sohalar biz kengaytiribroq o'rgandik va mana bu rasmni ko'rsatmoqchi edim. Bu rasmda nervus trigeminus biz bilamizki, sezuvchi nerv va u yuz sohasini, sezgisini, asosan sezgisini, qisman harakatini innervatsiya qiladi. Yuz sohasi sezgisiga javob beradi va uning aynan chegaralari ko'rsatilgan va birinchi yashil rangda ko'rsatilgani bu nervus ophthalmicus tarmog'i. Nervus ophthalmicus tarmoqlari boshning, yuzning aynan shu qismlarini innervatsiya qiladi. Ikkinchi qizil rangdagisi esa nervus maxillaris tarmog'i aynan shu soha sezgisini innervatsiya qiladi. Uchinchi tarmog'i esa nervus mandibula tarmog'i aynan shu sohalarni sezgisini innervatsiya qilib beradi. Nervus trigeminusning qaysidir shoxi zararlangan paytda yuzning aynan shu qismlarida sezgi buzilish holatlari kuzatilar ekan. Bugungi nervus trigeminus anatomiyasiga bag'ishlangan video darsimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatib boring hamda bizga obuna bo'lib qolishni unutmang.